Mana bugun klinikamizda yana bir xushxabar. Ushbu patsientlarimiz 1,5 yillik bepushtlik bilan azospermiya tashxisi bilan andrologimiz Shahboz Shavkatovichga murojaat etishgan. U kishi ularga mikroteza amaliyoti o'tkazganlar. Birinchi urinishi o'zidayoq ekoeksiya amaliyotidan so'ng ijobiy natija oldik. Hozir odatdagidek an'anamizga muvofiq patsientkalarimizni xushxabar bilan tabriklaymiz. Ijobiy HGC natijalaringiz bilan tabriklaymiz. Homiladorsiz. Ilohim mahkamidan bergan bo'lsin. Qori bol farzandlardan bo'lsin inshaalloh. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Ilohim mahkamidan bergan bo'lsin. Tabriklayman. Voy, unaqa qaltiramang. Ilohim bag'ringizga eson-omon bosib oling. Ko'tarib olib kelganlaringizda ham siz uchun shunaqa xursand bo'lish nasib qilsin, ilohim. Inshaalloh. Tabriklaymiz. Yo'lda o'tirgan hammanglarga, barchalarga ilohim, Allohim shunaqa chiroyli xushxabarlarni nasib qilsin inshaalloh. Tabriklaymiz.